Növətdə Bərgiyə yazğan Tuncuqqan ruh namlıq əsərinin birinci bölігini aldımız. Tuncuqqan ruh. Abduri Bərgiyə. Birinci bölək. Qar yizar bolsumu bolğandı. Kündü qar tozlap qo'l putlarni olib, men bu qarni bək yaxşı görətdim. Biroq hozir burunqi romantik tuyg'ularga boy qalbim o'ldimikin aytavur, bu qardan huzur his qila olmadim. Barbara qardan huzurlanish degan gaplarni bir zamonlardagi xalqlar shundoq deydigan, debmi qoladigan o'xshaymiz. Ko'ngilsiz holatda bilimga kirib ketyotdim. Birisining barqirgan ovozi anglandi. Qarasam, idoramizdagi xatchak mas'ul ayol chaqirib etibdi. Sizga bir posolka kelibdi, yiroq yerdan. Posolka? Hayron holatda ayol uzatgan daftarga qo'l qo'yib, ustal ustida turgan qilingan kelgan bo'laqqa qaradi. Kitobdek qiladi, biror kitobingiz nashr qilinmagandi, ha? Ayol cheqir ko'zlarini menga tikib turib so'radi. Shu topda menga tasodifiy kelgan, kelish manbasi noaniq bo'lgan bo'laqchiga men hayron qolib Men oldi orqasiga aniq adres qoldirilmagan bo'laqchini ko'tarib ishxonamga mangdim. Bundaq aniq adres yozilmasa, pochtadan selinmaydi. Qandoq gap bo'lib ketdi bu? Men qiziqish bilan bo'limga kirib bo'laqchini ochdim. Bo'laqchidagi xotir ekan. Xotirining birinchi betidan bir parcha xat serilib tushdi. Men qiziqish bilan ko'z yugurtishga boshladim. Assalomu alaykum Bərgiyə. Yaxşı turamsınız? Men sizga ham noyda yaqin, ham noyda yiroq joyda turib bu xatni yo'llab o'tiribdiman. Sizga bir xotir avatdim. Sizning qalamingiz orqali menda qismatlarga yo'liqqanlarni sovuqqan bo'lish yetaklashga foydasi bo'lib qolsa ajab emas deb o'yladim. Meni tanimaysiz. Biroq men sizni taniyman. Mening kimligimni so'rmang. Xotirdagi ishlar mening hayotim. Sizga avatishni qaror qilgan vaqtimda yeniklab qolgandek bo'lib qoldim. Xayr, xo'sh, omon bo'ling. Baş oxiri yo'q, tushunishsiz yozilgan xat mening texim hayronligimni qo'zg'adi. Ixtiyorsiz holda xotirini ochdim. Shu o'ltirgancha xotirining ichiga kirib ketibdiman. Qorong'i tushib ketganda esimni yig'ib olmon-talmon uyga qaytdim. Mana bugun xotirini o'qib tugitib, qalbimdagi ko'yajigan tuyg'ularning da'vati bilan ixtiyorsiz holda qo'limga qalam oldim. Men sahroda tug'ilgan. Balaliq vaqtlarim sahroyimning sap havosidan qonmug'uchi nafasinib, tabiiy qurashtirilgan o'yinchoq va o'yinlarning lazzatini surish bilan noyda manlik o'tgan edi. Biz 3 bola, 2 o'g'il, 1 qiz edik. Men uyning kichigi ham bir talla qiz bo'lganim uchun sal erkirak cho'ng bo'lgan. Shu sababmikin maktabda ancha yaxshi o'qimadim. Apam dadamlarmi ko'zimga qarab, meni yaxshi o'qi deb desim qilib ketmadi. To'liqsizga chiqqan yilimiz ma'lum sabab bilan Noya bozorga ko'chib keldik. Shundan keyin shahardan necha qadam yiroq bo'lsa-mu, sahrodagi turmushdan ilg'orlashgan Noya bozorga kunlarimiz boshlandi. Mening erkinligim, o'z beshimchilikim o'zgarib ketmagan holda to'liqsizning 3-yilini zo'rlab yurib bitirib maktabdan chiqib oldim. Chiqaysiz ta'sir qilmadi. Menga gapi yuzalmagan opam dadam oxir meni maylimga qo'yishga majbur bo'ldi. Men bilan tanış do'stlarimning hammasi o'qiyotgan bo'lg'ashqa, o'zim yolg'iz lag'aylab chiqib ko'cha aylandim. Bo'lg'ashqa, o'zim ma'limizki Mavluda ismli qiz bilan ham suhbat bo'lib qoldim. U qizning otasi kichkina qazo qilib ketib,
hammasining qo'lida cho'ng bo'lgan. Hammasining oila iqtisodini tayinliq bo'lg'achqa, maktabda o'qishdan chekinib, Noya bozoridagi bir kiyim-kechak do'konining xo'jayiniga yollanib ishlayotgan edi. Men u qizning davati bilan bir necha qitim bekorchilikda ichim pushib, u ishlayotgan do'konga berib aylanib keldim. Voy, uyda o'tirib hech nimani bilmabdiman. Men bilan taqdimat, mendan sal cho'ng bu qizlar bu bozordagi do'konlarda to'kmikan emasmi? Ularning hammasi xo'jayinlarga yollanib ishlayotganlar bo'lib, bir-biridan chiroyliq. Kiyim-kechaklarga shundoq yarashimliq. Garimlarmi ularning chiroyiga shundoq moslashgan. Men xuddi bir to'p gullar orasiga kirib qolgandek bo'lib qoldim. Menimi mushlarga o'xshashga kirib qolgandek bo'lib qoldim. Menimi mushlarga o'xshashga kirib qolgandek bo'lib qoldim. Menimi mushlarga o'xshash. Shunda qilib Mavluda meni bir girim buyumlar do'koniga tunishtirib. Shunda qilib Mavluda meni bir girim buyumlar do'koniga tunishtirib. Shunda qilib Mavluda meni bir girim buyumlar do'koniga tunishtirib. Tozlab, "Anan xo'jayinim, yaxshi ishlasang, texnik ko'p narsalarga erishsan. Hozircha mushlarni ishlatib, o'zingni yasab yurgin" deb bergan bir yurish arzon bog'liq girim buyumlarini tartiblar bilan ishlatib, chiroyimga nur yog'diraman. Kirgan xaridorlarni amalba jalb qilarliq so'z iboralarni ishlatib turib, ular qiziqqan, ehtiyojli bo'lgan mahsulotlardan to'liq tushuncha bergan holda xo'jayinimni rozi qilishga tirishaman. Qarsam xo'jayinim meni yoqtirib kelayotgandek qiladi. Kichkindala hozir javob gapga usulliqim mening mol setib olishimga ko'p yordam qilyotdi. Shunda qilib kunlarim kunni ishga berish, mol setish, bekor vaqtda to'xtamay qosh ko'zimni yasash, qo'shni do'konlardagi qizlar bilan ozroq bo'sh vaqt topsaqlar, beshimizni bir yerga qilib, yangiliklardan xabardor bo'lib, olamning paranglarini qilish degandek ishlar bilan o'tib. Shunda qilib maktabdan ayrilgandan keyin ma'nisiz ezg'ib qolgan kunlarimga yangicha ma'no rang ato bo'ldi. Oyog'imni yeniq qilib, xo'jayinimning qaylig'ini qo'zg'asam, eg'izimni so'zman qilib, xaridorlarning qaylig'ini qo'zg'aydim. Qo'shni do'konlarda ishlayotgan qizlarning ichida men bilan ta'minotlar asosan yo'q. Hammasi degidek mendan chiqishga cho'ng qizlar edi. Men bo'sh vaqt bo'lsa ularning qishiga kiratdim. Yoki bo'lmasa xaridor yo'q vaqtlarda do'kon oldiga chiqib, do'konimizga qarab ma'an xaridorlarni ko'zatgach, parang selishib o'tatdik. Men ularning muhabbat to'g'riliq paranglarini anglab yurib, o'zimda bir xil kuchli intilishning yetilayotganligini his qilib qoldim. Qizlar o'zaro shunday paranglarni qilganda yoki yigitlar bilan ayrilib ketganligining sababi o'zidan chiroyli boshqa bir qizlarning yigitlarni o'ziga qartib olganlik to'g'riliq parang qilganlarda bo'lsa, nemishqidir o'zimda bir xil faxrlash hissiyotim bo'lib qoladi. Sababi, men burun diqqat qilmaganim bilan bu yerda ishlash jarayoniga kirgan xaridorlarning eg'izidan, shundaqla qo'shni do'konlardagi qizlarning eg'izidan ularning meni "Nimachi chiroyli qiz bu" deb maqtaganligini anglab, o'zimga sapsilab qarab beqib, rostila o'zimni ular aytgandek shu qadar chiroyli ekanligimni his qilgan edim. Teram shu qadar oq ham shu qadar suzuk. Ko'zim tut-tugilak. Eqib tushganda qirliq burning ostidagi kichikgina o'ymoqdek eg'iz. Figurammo shunga yarasha xuddi modellardek. Tamoqim shundoq yaxshi bo'lishiga qaramay, faqatla semiz emas edim. Tamoqni yaxshi yegashgimi aytavur, etim ching, bo'yim bakli egizlar qatoriga kiramsizmi, biroq pakarlardan emas edim. Girim do'koniga ishga tushgan vaqtimda necha kiyim-kechak do'konining xo'jayinlari figuramga qiziqib, kunda yangi kiyimlarni kiyib turib sotsan, maoshingni yuqoriroq beramiz debmi qiziqtirgan. Biroq men har bir xaridor kirsa, ularning qiziqishi bo'yicha yili u kiyimni, yili bu kiyimni kiygizib, olmasa yana solg'izib, qatlab silib degandek ishlarni avarchiqda bilganligim uchun undaq hashim yo'q bo'lgan o'sha girim buyumlarni setish do'konida ishlashni tanlagandim. 100 dirhamning oq, suzuk bo'lishi mol setishimga shundoq foydali keladi. Xaridorning qiziqqan girim buyumini faraz qilib olsam, yoki xo'jayinim tezroq setishni buyurgan 100 maylarni xaridorga men mushu mayni ishlataman desam, menga qarabla bahasi yoki boshqa narsalar hisoblashmayli shundoq tez setib oladi. Güzellikimdan paylaşılan tuncu qadimi ehtimal shu vaqtdan boshlangan bo'lsa kerak. Do'konda ishlash jarayonida bara-bara pishib yetilayotdim. Xo'jayinim do'kondagi boshqa qizlarga qaraganda menga alayda muomala qiladi. Do'konimizning ko'lami menga alayda muomala qiladi.
Dugunimizning ko'limimi alayda muomala qiladi. Dugunimizning ko'limimi alayda muomala qiladi. Dugunimizning ko'limimi suksiz ko'tarilishiga ergishib, xo'jayinning maslahatisiga aynib qelyotdi. Chunki hozirgi davr moda iqimi bo'yicha yangi chiqqan, qizlar toza ishlatayotgan bir nechta turli narsalarni xo'jayinga deb men kirgizgan edim. Natijada uning setilishi baklashdik bo'ldi. Shuning bilan xo'jayinim mal kirgizganda meni yondashtirib olgan bo'ldi. O'zimni kundan kunga har jihatdan qo'shni do'kondagi qizlardek yasinishni, nos bilan so'zlashni o'zlashtirib, chiroyli chiroyimga masalda kishi bir qarsili maftun bo'lgandek holatni hozirlagan edim. Darvaqa do'kon ishlagan kunlarimdan boshlab keynimga kirgan, taklif qo'ygan bolalarning soni uzilmadi. Biroq nima uchunkin bularning hech qaysiga ko'ngil bermadim. Mundaqcha aytganda, o'zimning go'zalligiga haddidan ziyoda ishongan holda ularning hech qaysini yaratmadim. Do'konimizga shahardan bir necha top tarqitish do'konlarining mashinalari haftada degidek chiqib, mal tarqitib, bizni mal bilan ta'minlaydi. Tov deyman, bilan ta'minlaydi. Tov deyman, bilan ta'minlaydi. Tov deyman. Bizga mal tarqitib keladigan bir necha Bizga mal tarqitib keladigan bir necha bularning qaysi biri kelmasin, menga bek amroq. 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 Degandek yog'limi gaplar bilan menga bo'lgan yaqinchiligini ifodalashga tirishadi. Yani deyə bəzləri mənə özlərinin mal tarqıtadigan do'konigami mendek so'zman, yenik, chiroyli qizning bəkmi lazımlığını. Xalsamla ayrim do'kon ichib berishga rozi ekanligini purtishidi. Menmi aymanmayman. Nimam ketidi? Eg'zimning yili. Voy aka, voy yigit deb kulgilarimni texmi yiqimliq chiqarishga tirishib, ularning as-so'shini ilib, malning yaxshisini, esilini amalba arson bahada ilib olaman. Buningda xo'jayinim xush bo'lib, mukofotni oymay berib, mening bozorga solgan nas xulqimning haqqini to'laydi. Bir kuni xo'jayinimning ish chiqib kelib, meni ayirib tortib turib, do'konga ko'z quloq bo'lishimni, mal tarqatqili kelib qolsa, muvofiq mal ilishimni toplab qo'yib chiqib ketdi. Darvaqa tushga oz qolgan vaqtda mal tarqitib keldi. Nazila qiz, bormisiz? Voy Mahmudka, muborak qadimoz yetib qoldi-ku. Ha, sizdek güzel qizlarimizga mal yetkizish uchun keldik ukam. Mahmudkam avvalgidek chaqchaq aralash shundoq dedi. Mahmudkam bilan birga kirgan bu yigit burun kelib boqmagan bo'lib, o'zi bug'doy o'nkagan. Qapqara qashlar ostidagi o'tkir ko'zlardan ajoyib bir nur chaqnab turadi. Men utsiga sarg'ish mayka, padichilar shimi kiyib olgan bu egiz bo'yliq bolaga ko'zimni qirda sapsalg'ash Mahmudkamdan so'radim. Mahmudka, arpat kelmabdi-ku. Arpat demsiz? U buningdan keyin ishlamaydigan bo'ldi. Aras, sizlarni tunishtirib qo'yay. Bu yoq bizning xo'jayin hojimning enisi Nijat bo'ladi. Burun Urumchidagi bosh shirkatda ishlayotdi. Yaqinda bu tarafdagi do'konlarning ko'lamini kengaytirish va tartib solish ishlari bilan qaytib kelib, hozir men bilan birga tushib, har qaysi o'rlarning ahvolini egallayotdi. Mundaqcha aytganda, buningdan keyingi mal tarqitish ishlariga mushu mas'ul bo'ladi. Bu qizchaq mushu nahiyaning guli. Bizdan mal olib setish so'mmasi eng yuqori. Tez, o'zimi chiroyli to'moshq bo'lg'ach, hammamiz amroq bu jinga. Mahmudkam yerim chaqchaq aralashtirib turib tunishtirdi. Men kulib qo'yib Nijatga qaradim. Bu bola kulishni faqatla bilmamdi aytavur, Mahmudkamning shuncha qizg'in tunishtirishlari, o'z bilan qilchi munosabatsizlik, parvosiz holda po'kaytga gram buyumlarning tizilishi va do'konning bezishi deganlarga qarab turadi. Ha, qani ukam. Xo'jayinimiz siz tanlagan mallarni oladiganligini bildirib ifoda bildiryapti. Amsa mal tanlashni boshlamdik. Men yanada qanday mallar kelganligini so'rg'ash, ehtiyojli bo'lgan tugagan mallarning tizimligini deyishga boshladim. Nemishqidir Nijat do'konga yangi kirgandagi yuragimning jig'ildishi yana meni laziga selib turadi. Tush bo'lib qoldi Mahmudka, tomoq yeyapmanglar endi. Aras, tush bo'lib qopti. Birga tomoq yeylik. Qandoq Nijat ukam? Mahmudkam boyadan beri shuncha parang,
shuncha kulki chaqchaqlarga tanga tishlab olgandek biror hey deb bo'lsa-mu ovoz qetib qo'ymay turgan Nijotga qarab shundoq dedi. Nijot lappida menga qarab qo'yib, ma'qulligini bildirib beshini lang'ishdi. Men qo'shni do'kondagi bir yaqin o'tadigan qizni elib chiqib, Qizilgul tomoqxonasiga bordik. Billa tomoq yeyish jarayonida nemishqidir ko'zlarim hadisli Nijot tarafga ketib qoladi. Nagan-naganni ko'zlarimiz uchrashib qoladi. Buningdan vujudim naganni ko'zlarimiz uchrashib qoladi. Buningdan vujudim men. Tova, bu balani tunji ko'rishim tursa, uning ustiga iliqroq bo'lsa kashki. Ular ketni ustiga iliqroq bo'lsa kashki. Ular ketni oldim. Yuragimda ajoyib bir sezim. Tong otqanga yaqin uxlab qoptiman. Tush ko'ribdiman. Tong otqanga yaqin uxlab qoptiman. Tush ko'ribdiman. Qashir ostidagi ko'zlardan nur chaqnab turgan bir yigit bilan birga yurgidayman. Egiz tog'larda, gul chimaldek bog'larda. Ajoyib bir hol. Kunlarimning tinchligi buzildi. Manqirab bir yig'ismi gap qilmagan birsi xiyolimga kirib olgan edi. Vujudimda qandoqdir burun faqatli bu baxmagan shirin bir sezim. Kashir uyan o'rilib, buyan o'riliman. Ko'zlarimni yumsamli qop-qora qashlar ostidagi o'ychan ko'zlar xiyol ekranida paydo bo'ldi. U ko'zlardan garchi men intiladigan illiq nurlar chaqnamsimi? Oradan 10 kun o'tib, do'konning oldidagi bo'shliqda men bir xil intizorlik bilan saqlagan mol tarqitish mashinasi kelib to'xtadi. Men do'kon aynikidan hayajonlangan holda mashinaga qarab turdim. Mashinadan Mahmud aka bilan Nijot tushdi-da bir nimalarni deyishib, Mahmud aka bizning do'kon tarafga qarab kelishga boshladi. Nijotning bizning do'kon tarafga qarabmi qo'ymay, boshqa do'konga kirib Nijotning bizning do'kon tarafga qarabmi qo'ymay, boshqa do'konga kirib bilmay, po'kayga kaynimni qilib turgan edim. Voy Nozila qiz, nim bo'ldi sizga? Xudoning salomini qilsammi undimaysiz? Hech nima, beshim og'rib shu. Shundaqmi? Bizning bu go'zal qizimizning beshini og'ritib ketingan kimkan u? Mahmudga mana shunday qiziqchi odam. Uningga har qanday gap qilsak, shu gapni chaqchaq aylantirdi. U garchi mendan 10 yosh o'pcho'rsida cho'ng bo'lsa-mu, biroq bizga qilgan chaqchaqlarga bizmi tang javob beramiz. Xushchaqchaq bu kishining mijozi tuz, ko'ngilda boshqacha g'ayr niyat yo'q. Mana bu kishining shu tarbiyaga amroq. Mol tarqitib kelganida do'kondagi vaqtda ayoldan telefon kelib, "Qachon kelsiz?" desa, "Men buning bir nim demayman degan xonim. Atrofimda g'uchchida bir-biridan chiroyli tomoshqlar turdi. Mana qara, mushular qaysi vaqtda qo'yib bersa, shu chaqda ketadigan gap. Qo'ndiribmi qoladi bular. Qo'yib beramiz amal yo'q. O'rningni selib, sen meni saqlamay bolalaring bilan uxlava." Ayoli javoban, "U beshig'ini yeydigan taz, sen qiyri qo'rqib qarab turgan naning qizirkan u?" desa Mahmudkam, "Voy kasofat. Eringning sumbatliq, kelishganligini yushirib qolanmaysan deyman. Anig'ina mana." deb telefonni bizning ovozimizni aldatdi. Bizmi kulishib, "Mahmudga qunib qolsiz-a, ketmaysiz" deb qo'ysak, ayol u tarafda turib olib, "Ay qizlar, u qiyri tulkiga aldanmanglar. O'z vaqtida menimi aldab, 16 yoshimda olib qochib ketgan u" deb varqiraydi. Biz kulishatdik. Ularning bir-biri bilan mushundaq chaqchaqlashib kulishlariga qarabla, oilasining qanchalik qizg'in muhabbatga to'lganligini bilib olmoq tas emas edi. "O'zingiz yolg'iz keldingizmi?" "Yo'q, afkam. Bunchalar molni yolg'iz taqitib, beshim 10 mening. Nijot bilan birga kelgan. Yillik hisobotlarni radlab, tartib soladigan bir muncha ishlar bor ekan. Av do'konning bir muncha nisi puli bor edi. Meni bo'za qilib bermaydi o jilla. Shunga o'zini kirgizib etdim." Shunila yuragim joyiga tushgandek bo'ldi. Koreyadan yangi kirgizilgan bir necha xil lavsuruqning ranglarini o'zim tanlab olmoqchi bo'lib, mol tarqitish mashinasiga Mahmudkam bilan chiqishimga Nijotga uchrashib qoldim. "Yaxshimisiz?" U titrab turib ahvol so'rashimga susqina jilmayib qo'yib, yashikdan qandoqdir bir narsani ilib tushib ketdi. "Tozma bir hol yo'g'an balkina bu?" "Singlim, Nijotni damsiz?" "Ha, nimacha hol yo'g'an deyman. Tarning so'riligi." "Ko'nglingiz kelib qoldimi qandaq? Undaqmi emas. Mijoz shu, ortiq gapi yo'q. Biroq bek yaxshi bola bu.
chiqishib ketsangiz, mijoz bak esilgan deb qolasiz. Voy tangay, ahvol so'rsam hech bo'lmasa mö deb qo'ysin bo'ladi-ku. Gap qilsa bir odam eslab oldigandek, noyta xo'jayning inisikan-ku. Bizga gap qilg'inin obro'yi tushib ketamdika. Voy bir yig'iz gapingizga zor biz deydiganlar ko'rmonjimi menga? Ha, yana-chu. Ukam, yana-chu. Mahmud kamning g'alati nazarda qoshlarini uchirib kulishlaridan nimanidir bir nimani sezgandek bo'lib orqamga o'rilib qardim. Qardim-yu cho'chib ketdim. Qachonlardadir mashinaga chiqqan Nijat kaynimda o'ltiradi. Voy Nijat uka, Nazla qizni xap qilib qo'yibsan-ku. Sen muza yosh yigit bo'lgandan keyin shosh bo'lmamsan bundaq. Nijat Mahmud kamning chaqchaq bilan degan so'zlarini anglamagandek, uningdan qandaqdir bir tish passini qaysi yashga qachiganligini so'rab, shuni izlashga boshladi. Mening turishga o'rnim qolmagaydi. Tanlab bo'lgan lavsuruqni oldimda tushib ketdim. Ular ketdi. Nijat ular ketdi. Nijat manqirtini saqlaganicha ketib qoldi. Biroq men yana shundoq bir g'alat sezimlarda. O'zimni shundoq ayblayman. Men nim bo'ldi? Men qaq ayblayman. Men nim bo'ldi? Men qaq ayblayman. Men nim bo'ldi? Men qimda parvona bo'lib cho'rgilab ketolmay yurganlar samoning narqida tursa, endi kelib men o'zim shundoq cho'ntib qiyob yiqishimni yarmagan, o'zimdagi to'liq biror eg'iz so'zishmi baxmagan shundoq birsiga g'oyibona kuyib qolsam, qandoq ish bo'lib ketdi bu? O'zimni shundoq deb ayblab tursammi, biroq yana soatlab xiyolimda qop-qora qashar ostidagi sovuqlik chiqib turgan bir jup ko'z. Aynakni ilib uzun qarab ketdim. Uningga narim yarmagandi. Biror nuqsonim bormidi? Yo'q. Aynakda ko'rilib turgani oppoq sutsiz ko'z. Qiyoqdek agim qashlar. Ostida bir jup buloqni asiltadigan qo'yiq kirpiklar jula yaygan cho'ng chaqnoq ko'zlar. Usta haykaltirashning qo'ldan chiqqan nafs san'at buyumidek chiroyli burun va o'ymoqdek eg'iz. Mana bular Alloh menga sehriylik bilan ato qilgan go'zallik. Bu go'zallikning sehriy qudrati shundoq kuchli, men degan yigitlar bir ko'rgan sehriy qudrati shundoq kuchli, men degan yigitlar bir ko'rgan. Qadamni bir ko'zga tashlanib turgan amaliyotlar buni isbotlab turadi. Biroq yilg'i sovuq ko'zlar bu go'zallikni ilibmi qo'ymadi? Bu go'zallikka bakli oddiy bir nazar tashlab qo'ygunicha ikkinchi qitim sinchilab qarab boqmadi. Nima uchundir? Shundoq kunlarning birsida men uchun xo'shallik bir yuz berdi. Bir kuni ularning mashinasi mol tarqitib kelib buzilib qoldi. Ular yasishga opirdi, uningga bir kundan o'shiq vaqt ketdi ekan. Shuning bilan ular bu yerda qo'nib qoldigan bo'ldi. Bu men uchun Nijat bilan obdaroq tanishib olgan eng yaxshi fursat edi. Men bakli xush bo'ldim. Bu necha oy jarayonda men Nijat bilan faqat mol to'g'riliq onda-munda paranglashgan. Tashabbuskorlik bilan so'rgan savollarimga u qisqa qilib javob berish bilan ko'paylanadi. Men bu so'q yigitni tushunib olmay avar edim. Oldingi qitim bir kelganida biz yana bir tomoq yedik. Shu chaqda men tasodifiy holatda uning menga ajoyib bir xil tikilib qarab ketganligini his qilib qoldim. Bu faqat bir uzoqqina tikilib qarash bo'lsa-mu, biroq meni bakli xush qilib, mening jur'atli bo'lishimga, bu so'q yigitni o'zimga al qilishga ishonch, g'ayrat ato qilgan edi. Nima uchun bundoq ahmoqon o'ylarda bo'lganligimni bilmayman. Balkim o'zimning chiroyiga bakli ishonganligim, har qanday odamni so'ygi qarmog'idan qochib qutula olmaydi deb yurganimda, bu parvosizlik mening yedishlarimni gumron qilgan uchun shundoq kirishib qolgan bo'lsam kerak. Yana bir tarafdan Nijatni tunji ko'rishimda men azaldan bo'lib boqmagan g'alit sezim, g'alit hislar meni iskanjaga ilib olgan edi. Bu xil hissiyot barbara kuchayib, do'kon atrofidagi qizlar harmay so'zlashadigan muhabbat tarafga o'rilib, kuchli yolqin bo'lib, jismimni ko'ydirib, kul qilishga urinayotdi. Men uchun Nijatni tushunib, uning bilan obdaroq paranglashadigan zotli fursat yo'q edi. Mana bugun Xudoyim o'nglab, ularning mashinasi buzilib qoldi.
ularni uyga shuncha zo'rlasam unmadi. Shuning bilan uyga berib, opamlarga 6 yolg'on gaplardan bir tag'ar to'kib kelib, ularni Noyaning kashk bozoriga elib chiqib ko'rsatib aylantirmoqchi bo'ldim.